Hürmetli vatandaşlar, leksimizle başlayımız. Leksimizden mavzusunda davamlaştırımız. Amerika Soda Qorg'ini dokladida Jungo yer shari bozorini qalaymiqonlashtirib etdi deb tanqid qildi. Mavzuli xabar 4-oyning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar sudi vakillar ishxonasi haftaning 5-kuni doklad e'lon qilib, Jungoning eşindi mahsulotlari va bu mahsulotlarni eksport qilib, xalqaro bozorni qalaymiqonlashtirganligini tanqid qildi. Yil oxirida e'lon qilingan bu dokladda Jungoning bir qator savdo masalalari ko'rsatildi. Jumladan sanoat mahsulotlarining eshib kelishi, texnik o'tinib berishga zo'rlash hamda uzundan beri Amerika Kalagushining Jungo bozoriga kirishini cheklash qatorliq qilmishlari tanqid qilindi. O'xshashli bir vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 5-kuni 2 turlik ma'muriy buyruq imzo qo'yib, biz boshda ko'rib o'tdikmi degan takrorlanyapti. Kechiringlar, hurmatli vatandoshlar. Amerika zo'r ta'tir farq paydo qilgan sabablarni tekshirishga buyurdi. Jungoning rais Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump kelar hafta Floridada suhbat o'tkazadigan. Mushundaq bir paytda bu savdo qo'rg'ini to'g'risida dokladning e'lon qilinishi va prezident Trumpning ma'muriy buyruqi kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Prezident Trump bilan suhbatlash uchun Jungoning rais Xi Jinping yetib kelyapti. Dal mushundaq paytda ikki ma'muriy buyruqning e'lon qilinishi va uning qo'shimcha holda hozir savdo to'g'risida dokladning e'lon qilinishi bu kishilarning diqqatini texmi qo'zg'adi. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligining ministri Roz haftaning 5-kuni bu qatimqi prezident Trump bilan rais Xi Jinping suhbatining nimalarni umid qiladiganligini so'raganda, va Fox News xabarlariga bunday ko'rsatdi. Men suhbat natijasining va'da berish bilan boshlanib, prinsiplarga amal qilishini umid qilaman. Demak, suhbatda mayli qaysi taraf va'da bergan ekan, prinsiplarga amal qilishini umid qilaman. Hamkorlashga va'da berib, savdo ta'tir farqini ozaytirishga yordam qilishni umid qilaman. Demak, ikki halqaliq masalani o'rtaga qo'yib, har qanday prinsipga amal qilish, va'da berish, prinsipga amal qilish. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakillar ishxonasi bunday ko'rsatdi. Gerçi Jungo platformur mahsulotlarining eshib kelishini qandaq bir taraf qilish tadbirlarini yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, bu tadbirlar hozirgacha to'liq bo'lmadi. Balki Jungo eşinde alyumin mahsulotlarga qo'llangan tadbirlar texmi oz bo'ldi. Buning ichida hurmatli vatandoshlar, eşinde mahsulot zavodlar ishlab chiqarib bozorga chiqara olmay qolib qolgan mahsulot buni o'ng'ay tushungani bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha qimmat qo'shib berish, qo'shimcha pul qo'shib berish degan narsa, masalan, ayrim bir shirkatlar, masalan, ayrim cho'ng davlat egiligidagi va yoki xususiy egilikdagi bo'lsin mayli, Jungoda ishlab chiqarilgan har qanday bir mahsulotni, sanoat mahsulotini chegaradan chiqara olsalar, qaysi davlatga eksport qila olsalar, o qanchalik ziyon tortishidan qat'iy nazar. Chunki bu yerda texnikalik mahsulot, emgak sijilligi, ya'ni emgak vaqti, shundaqla mahsulotning sifati, ya'ni texnikalik raqobat deydigan narsalar, shundaqla molni vaqtida yetkazib berish, vaqtida zavoddan chiqarish deydigan masalalar, balki eng oxirida bu tovarning bahosiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tuvarning bahosiga ta'sir ko'rsatib, bu tuvar eksport qilingan holatdami boshqa davlatlarga qaraganda raqobatda baho ustunligini egallayolmay, agar Jungoning bu mahsulotlari ziyon tortadigan bo'lsa, yoki shu mahsulotlarni eksport qilgan shirkatlar ziyon tortadigan bo'lsa, buning Jungo hukumatı to'liqlama qo'shib berdi. Ya'ni shu ziyonni Jungo hukumatı to'laydi degan gap. Bu yerda shirkat hech qanday ziyon tortmaydi oxirgi hisobda degan gap. Bundaqda nima bo'ldi? Jungo hukumatı pul qo'shib berib, shirkatlarni xalqaro raqobatga qatnashtiryapti degan gap. Ondaqda qarshi tarafdagi davlatlarning raqobat kuchi ojizlashsa, nima bo'ladi? Mahsulot to'xtab qoladi. Yoki mahsulot bozorga kirolmaydi, setilmaydi. Undaqda qarshi tarafdagi davlatlarning
iqtisodiy taraqqiyoti, sanoat taraqqiyoti, ishchilarning o'rinlashishi, xizmatga o'rinlashishi, bola chaqasini beqishi degandek voqealarning o'zi, ishlarning o'zi, tartiblarning o'zi ziyon zahmatga uchraydi degan gap mana shu yerda. Biri savdo tartibi farqi, ikkinchisi eksportyor mollarga haq qo'shib berish, qo'shimcha mablag' qo'shib berish, hukumat qo'llash. Mana bu ishlar asli savdo mezoniga, xalqaro savdo tartiblariga xilof ish edi. Ben qachon bir leksiya so'zlaganda esinglarda bo'lishi kerak dedimki, bugungi dunyoda nima ishlab chiqarsan, qandoq ishlab chiqarsan, sifati nima, u nima, buni tekshirib o'ltirishning, uning chek qo'yishning hojati yo'q. Siz bilan biz uchun aytganda nisbatan sen raqobat qatnasha olamsan yo'q. Raqobat muhitida axloq va qonunliq raqobat muhitida qarshi tarafda ustib chiqa olamsan yo'q. Bu demak sening iqtisodiy taraqqiyotining hal qilg'uch momentidir.